Turkiy xalqlarining, Turkiy davlatlarining mavjudligi bizga azaldan ma'lum. Lekin ular o'rtasida mana sobiq ittifoqdan keyin O'rta Osiyo respublikalarining alohida davlatlar bo'lib ajralib chiqishidan keyin bu o'zaro bog'liqlik bordi keldi, munosabatlari kuchayib bordi. 2019-yilda O'zbekistonning mana shu Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lib kirishi bu tashkilotning jonlanishiga olib keldi. 2022-yilda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlarining Samarqand sammiti bu tashkilotda tub burilish yasadi. Bu yig'ilishda Turkiy davlatlarining kelgusida qiladigan ishlari, rivojlanish strategiyasi va Turkiy xalqlarining nigohi 2040-yilgacha bo'lgan konsepsiyasi ishlab chiqildi. 2022-2023 yillardagi O'zbekistonning bu tashkilotdagi raisligi davrida har tomonlama moliyaviy ishlarni qo'llab-quvvatlash, transport, logistika yo'llarining ishga tushirilishi, mana shu Qirg'iziston Respublikasi yoki Qozog'iston Respublikasidan boshlanib Kaspiy dengizi orqali O'rta Osiyo, Kavkazni va Turkiyagacha bo'lgan mana shu logistika yo'llarini raqamlashtirish, gumanitar sohada, ilm, fan, ta'lim, san'at sohalaridagi barcha kelishuvlar mana shu tashkilotning keyingi yillarda kuchli rivojlanishiga olib keldi. Mana kuni kecha Ozarbayjonning Gabala shahrida boshlangan Turkiy davlatlarining navbatdagi sammitida hurmatli prezidentimizning ishtiroki, bu yerda bo'layotgan aloqalarning siyosiy, iqtisodiy, mana shu transport tizimining yanada kuchayishi va turkli xalqlarning birdamligining mustahkamlanishi mana shu keng jamoatchilik tomonidan yaxshi kutib olindi. Mana shu ta'lim, fan sohasida olib qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda mana shu Turkiy davlatlar o'rtasidagi nafaqat savdo-sotiq, balki ta'lim, fan, san'at sohasidagi aloqalarimizni kuchayishi bu xalqlarning azaldan urf-odatlarining bir-biriga o'xshashligi va bularni keng tom ma'noda bordi-keldimiz kuchayishi va xalqlar o'rtasida tinchlik, do'stlikning rivojlanishiga muhim hissa qo'shadi.